Cansur Kağıl canapları geldi. İliqi, yengege mahpus qayada. Kirabigin chaqirib kelinglar. Begimni yushirish qaydim emas. Mahbus so'ng Kurabigining uyida. Yaxshi. Cansur Kağıl ziyoratga kelibdi. Qaramamdilar begim. Sirkavul begim qachonroq kelibdi? Bilmaydi ekanman. Darhol oldiga chiqayli. Xo'p. Janoblarning qadam tashrifidan bexabar qilib oldilariga chiqamabdiman. Ayibga buyurmag'aylar taqsir. Ağlasam, uyingizda Lusun ismli bir mahbusni turg'izib yetibsiz. Bu kishi bilan xususiy munosabatingiz bormi? Bekir onu o'ydikilarga oz to'la alam mahorati o'gitib qo'ysa, ho'yli aramni qo'g'dashga foydasi bo'lib qolarmikin dedim, boshqa niyatim yo'q. Meni boshlab bering, uni o'z ko'zim bilan bir ko'ray. Janoblarini oq o'yladiki gulzorliqqa boshlab boray. Marhamat. Yaraydi. Janoblarini yoshirishga dem emas, mushu kishi bo'lsin bo'ladi. Mana janoblarning ixtiyoriga topshirdim. Deganning oldida otkashlik qilibdiman. Ay, yo'lvasi o'tmagan botir ekanligingizni xili burunla anglagandim. Bugun bir ko'ribla zabardast palvon ekanligingizga ko'zim yetdi. Palvonga azir yetkazib qo'yibdiq, ha? Mahbuslar ko'rasiga qamalib riyozat chekibsiz. Mana bugun siz bilan didorlashishga muyassar bo'ldim. Qani ayting, bu gunohga sizlarcha nima desak bo'la? Janoblari bu Pekar bo'lsang, bir palonda gunohkorman. Janoblarning ixtiyoriga tayyor turibdiman. Ay, bu yamo yomon emaskan. O'zingizmi qoid yo'silliq yigitgansiz. Mening qasrimga borsangiz, yanama obdan bo'larmikin deyman. iltifotlarga ashqallar janoblari. Men sizning mahbuslar ko'rasini idora qilishingizga aralashmayman. Bundan keyin aram jangallik tijoratingizni qilavering. Ko'raning ushaq tushak ishlarini endi qilmasingizmi? Janoblari, bu Musha shu. Kirayli. Xush kelishiblar mehmonlar. Nimaga maylilar borki? Oho, tozimi cho'ng do'konki ma? Mehmonlarning ko'ngli nimani xohlaydi ekan? Mening inimni nega yushirib qo'ydilar? Qani, keling. Azimatga to'ldirib qo'yinglar. Men bu yerda bir musofir mahbus. Janoblar bilan bir dasturxonda o'tirishga haddim emas. Ay, nimalarni deydigansiz? Uyimga kelgan ekansiz. Bu ya'ni o'z uyimda bilavering. Ay, o'tiravering. Bundan keyin uncha qo'rnib ketmang, ha? Begim sizga iltifot ko'rsatayotgandan keyin laringizni qaytirmang. Qani, iching. Xo'sh, ha. Bilaman, sizlar degan erkazib erkin yurib o'ginib qolgan odamlar cheklimiga uchrashni xohlamaysilar. Bizning o'ydimi qoida yo'sinni ancha surishtirib ketmaymiz. Bu yer kelgan ekansiz, bu ya'ni o'z uyingizda bilavering. Bemalol kirib chiqib, bahuzur yuraversangiz bo'laverdi. Iltifotlarga ashqallar. Ay, qarang. Yana tuz qiltirdingizmi? Yulan. Xo'sh. Bu maxsus sizga atab tiktirgan bir qor kuzlik kiyim. Atagan kiyimlaringizni yangi ishlab oling.
Pekar qilgan iltifatlar uchun jon fidolik bilan xizmatlarda bo'laman. Kuz kep qoldi. Shunga enimizga bir qor ustvash tayyorlab kelib edim. Keyincha az qaytib qola. Elimiz Jansur Kavulga xos yigit bo'lib ketib qolgandan beri u yerdan bir kun neri bulamay o'tdi. Uning bilan ko'rishmagimmi tashlashib ketdi. Hay? U bizni unutib qolmagandi, ha? Ay, yana joyligida turding-ku. U son 105 ondaq odamlardan emas. Shunda. O Jansur Kavulning uyiga har kim xohlagancha kirib chiqolmaydi. Bu kiyimni bir amal qilib kirgizay. Hay. Agar enimiz bilan ko'rishamsak, buni hech kimga bermayman. Bugun ko'rishamaydigan o'xshaymiz. Bo'pti, qaytib ketaylik. Yanga. Keyinchi enimizni ko'rib qolsangiz, bizning uni kech kunduz yod etib turayotganimizni aytib qo'ying. Ishkillarga yo'l bo'lsin amsa. Xo'sh amsa. Turib qoling, keyin ko'rishamiz. Aka, birsi Jaminshinni shaharda ko'ribdi. Nima? U ketmabdi ekan-da. Bu ustuvashlar xo'p kelgandek turamdi. Degan mashaqqatga ko'p rahmat. Qarama, mushashkagichimi uy o'choqliq bo'lmaydi. Hojiribsiz. Baldıroq o'ylanib, uy tutib eling. Pekar bu ishlarni texnik o'ylab kelmabdiman. Yulan. Begim. O'zim ega bo'lib, sizni Yulan qizchaqqa o'ylab qo'ysam, qanday deysiz? Yulan yangi ishlarga to'limichi beram, adab qoidalik cho'ng bo'ldi. Yo'qsa, Pekar gunohkor bo'lib tanlib kelgan tursam, bu ishlarni o'ylashqa nima etdim? Ay, bu ishda men deganim hisob bo'lmamdi ekan. Begim. Rad qilayotganingizga qaraganda, Yulan toza nazaringizga yoqmagan o'xshamabdi. Menda janoblarning iltifotini rad qilganda jur'at nima ish qilsin? Shug'inisi nikoh ishini zarli o'ylab baqmabdiman. Mabodo janoblarning shunday samimiy niyatlari bo'lsa, men Yulan qizchaq bilan aksini bo'lsam qanday deydikin? Uningmi ma'qul. Yulan, bundan keyin pat-pat palvonning o'jirisiga berib, ish kuchlariga qarshi bergin, uning oshtamoq, yetish qo'pish ishlaridan xabar olib, o'z akangdek ko'gin. Qandaq, ha? Salomimni qabul qilgaysiz, aka. Ay. Men ishimni qilay, siz aram elavering. Akam qazo qilgandan keyin bu dunyoda bir urug' tuqinib qolmadi. Surkavul Beginning menga bunday katta himmat qilarni tushimda ko'rmabdi ekanman. Men endi sizdek obdan singilg'imi noil bo'ldim. Endi o'tgan kunlarimga o'kinmasam bo'g'adak. Men yetimchilikda cho'ng bo'ldim. Kichik chig'imdalar Surkavul Beginning uyiga didak bo'lib kelib edim. Mana endi sizdek bir akaga erishib, bu dunyolikda qarindoshlik bo'lib qoldim.
Bundan keyin kim sizni bozaq qiladi ekan? Mana men sizga ega bo'laman. Ko'p rahmat aka. Begim sizni shuncha nurg'un sovg'atlar bilan tartibladi. Bularni sog'li bir sanduq asaq bo'lamikin? Kun bo'yi qurol yaraq mashq bilan mashg'ul bo'lib, Begimning atrofida yuribsan, bu ishlarni nadim cho'lim tekson. Hay. Ay. Ma'vo hojirni ochqichi. Sizga beray. Vaqtingiz yetganda sanduqdan bir aylanib akirib qo'ysangiz bo'ldi. Aka. Ko'nglingiz bek tizgin. Nima? Hech nima. Atla. Mehmon, xush keliblar. Qani ishga kirma hamma. O'zlariga nima lozimki? Obdan maydin bir necha apqur keltir. Mana keldi. Bu ne yaxshi emas ekan. Mana mush ostudikin tanlab o'tamsan. Xo'jayiningni chaqirib qo'y. Nadin kelgan badbaxtsan. Bu yerda jidal chiqarishga nima eding, ha? Jongminsham. Yüzbeşi, birga o'tirib, ay tomosha qilishmay ishmaylimi? Ha? Bugun akşam tağıl çağını, janoblarning uy ichidagilar jam bo'lishgan chaqda Beqarning qistirilishiga nimadan bo'lsin? Mana ilbat bo'lib, astul ichib qo'ying. Ha? Qanday deysiz? Janoblar qashqallar. Bu beadab bo'lardi ekan. Ağlasam, siz meni qaltis ko'tirdi ekansiz. Bugun boshqa yot odammi yo'q. Tortinmay azoda o'tiring. Cho'njamdan keltiringlar. Hop. Palvonning may ko'tiralaydigini menga ma'lum edi. Lekin anglagandan ko'rgan a'lo degan mushuda, ha? 但愿人长久，千里共婵娟。但愿人长久，千里。 Begim, buyurma qayla. Men endi ortiq xamira bo'lmaydigan bo'ldim. Nim bo'ldi? Peqe to'pay odamman. Ko'p ichib qo'ysam, janoblarning payzini buzib, adabsizlik qilib qo'yaman ekan deyman. Ay, hammamiz o'z tursoq.
Bunca ulan perde şep saklashning nima hojati? Bo'ldi, ichivering, ha? Obdan. Qani, ichiveraylik. Kelib, o'tirib. Gülen. Kim? Odam bormi? Shmitinglar. Odam bormi? Odam bormi? Shmitinglar. Kim bo'lasizlar? Ko'radagi 105 bilan ko'rishmoqchi. Hozir qaysi chaq oldi? Qasrdagida hammasi yetib qolgan tursa. Baxmo zarur ishimiz bor edi. Hey! 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 Janoblari, ko'ngillarga ammag'ayla. Men endi ortiq ishmisam bo'ladi. Bo'pti, qaytib oraman. Ona aytib bir mahbus qo. Nimanchola izzatlab gadanga mindirgilik. Uning tigi taxtini surishtirmaylik, xaltis atodarchilik qilib ketyotidligu. Xotin haq deganni. Nemini biladi. To'xtading. Hey! Bu yerda hech kim bo'lmasa, nimadan qo'rqsa? Endi chiqildigan bo'lsang berib begimga deyman. Hey! Men berib begimdan seni menga chetib qo'yishni iltimos qilay. Bugungi mush xayrli kunda. Meni qo'yma. Aka, buni rasmikin deb qolmang. Biz o'ynashib qo'ydik. Aka, men sizni hujringizga gapirib qo'yay. Asroq. Gülen. Siz mi berip aramayla? Ha? Oğrun tutula! Oğrun kaçtı! O'g'ri qaytdi! Oğrun tutula! Kaçırıp koymağla! Oğrun! Oğrun tutula! Orqaya qaçtı. Arqo'yliq qashdi. Koymağla! Hay, aka, Oğrun! Nima? o'g'rini qo'g'laydigan odam bor. Siz berib nima qilasiz? Hey, şapa açımda beşik kelgan ish meni ishim tursa, meni chiqarim bu muqdak. Ova. Nima qilyapsizlar? Berib o'g'rini tutmay, meni bog'lab yurgunlar demisi? Odatda o'zingni pardozlab ko'rsatgan bilan asli bir o'g'ri ekansiz emasmi? Sen O'jirsini aqturinglar. Apela, oqirsani oltamamsizlar. Bo'la.
Sürka avul begimga ayan. Men o'g'ri emas. Amsa, bu sanduqdagi narsalarni o'jrag'ida nima ish qildi? Sanduqni yulan qizchaq sitib olgan. Bu ishni shu o'zi biladi. Yulan, sen bilemsen. Men uni zotli ko'rdim. Siz Yulan Mutem, bu palandı o'g'ri. Men seni yaxshi niyat bilan odam qilib qo'yay deb atvolab qo'ysam, qaysi so'zing bilan bu askarlikni qilding, ha? Menga uvol bo'ldi. Bo'pti. Meni o'rg ishlash niyatiniz bo'lsa mayli. Lekin men ahvolni oydinlashtirib bering. Odam harom mol isbotlar tursa, endi buning gap qilgandek narin qoldi. Buni 40 darra urib, ondan zindoq tashlala. Yulan, siz menga nima ish qilgan kesh qilsiz? Nima ish qilgan harom mollarni tavasiz? Aytinglar, nima ish shunday qilasiz? Nima uchun menga tuhmat qilasiz? Qani o'chig'in aytinglar. O'chig'in demamsiz. Menga uvol bo'ldi. Sulton o'ldegim. Menga uvol bo'ldi. Uvol bo'ldi. Sulton o'ldegim. Menga uvol bo'ldi. Gunohkor o'song. Yani degidek nima gaping bor? Agar gunohingni tan olsang, darridan xalos qilamiz. Buni rosa dumbalanglar. Urayveringlar. To'xtanglar. Jinimni tilib olay. O'song, tan olamsan yo'q? Ma'qul. Tan olay. Merhamet. İnim. İnim. O'ltiringlar. Og'a, yenge, kelganinglar obdan bo'ldi. Inimiz peshkanlik uchirdi. İnimizning peshkanlik uchirdi. Inimiz to'kmat kuchirab balog'i qoldi. Zindonga tushib qilib, bugun so'rixonada qattiq dumbalandi. Bo'lsin 105 gunoh qilmagan tursa, uningga kim to'kmat qilgandi? Bir og'iz gap bilan tushundirmoqdasiz. Tezroq ayting, endi inimizni qanday qutuldiramiz? Men uy bisotlarimni setib, shu pullar bilan yepatavachini setib oldim. Shu yo'l bilan uning gunohini yeniklatkizib, uni enji oymig'i mahbuslar ko'rasiga polaydiganga ma'qul qildim. Inimiz to'lim aqko'ngil bo'lg'ashqa boshqalarning oldimga tushib ketibdi. Uning zindonda qanchalik azob chekayotganligini kim biladi? Yanga, elim yaxshi, jini omon qoladigan bo'ldi. Lekin men ularni yerim yo'lda uning ziyonkashlik qilib qo'yamikin deb ansirab, alohida ishqonlarni izlab keldim. Sizlarcha qanday qilsak bo'larkin? Bu yerda injudik mahbuslar ko'rasining oraliq qanchalik keladi? Tezma, tezma. Chaqama. Voy. Chaqama. Yo'lni boshlayma. Yo'lni boshlayma. Og'a, endi sizni balog'da qilib qo'ydim. Enim, tez qoping.
Nemishqa bundaq deysiz, inim? Ağa, Zhang Minxiang Astrid'in əməldarlarını sitib elib sizə ziyankeşlik qıpdı. Hazır Aram Cangal'daki meyxanını Zhang Minxiang yendi tatıb aldı. Ma. Təqsirlərim. Yol üstüdə ağamның halıdın obdara xəbər ep qoyasılar. Bu ağamның yol deydiğən nəsləri həm kiyim keçəkləri. Kötəsi. Ağa, yolda qattiq ehtiyat qılaqsız. Boy. Gel. Mehman kilisle. Merhamet Mehman, kilisle. Mali geldi. Mehman kilisle. Merhamet. Bırak kilisle. Kesle. Kale Mehman. Yukarıda kilisle. Burada. Evet. Hızlı bırak lan. Kale. Mehman'a başla. Burada. Bo'ldi. Harigiz falokatlik qilib qo'yma. Xotirjam bo'sla. U yiriqlab ketgandan keyin qo'l selinglar. Boshqacha ish yo'q qolmasin. Bildim. Ishini tugatgandan keyin Jansurkavul qasrga xabar berdi. Unutmayman. Oyjon. Oy, herib ketdim. Birdan orom olaylik. Oy. O'tiringlar, aram olinglar. Aram olaylik. Bula. Oyjon. Bula. Atib qo'y. Ala bula. Qo'y. Tura o'rnimda. Ma. Bula. Chaqan bo'l. Bula. Tura. Bula. Ma. Kelma. Nima qaraysan? Tez bo'l. Ma. Chaqanma. Tez bo'l. Oyjon! Meni tutdinglar. Bag'ishinglar qursin. Tez bo'l. Meni qutqizib ol. Chaqqan. Buni. Oqalon. Ko'p rahmat. Bula. Mana. Hech nima bo'lmasa? Hech nima bo'lmadi. Mana, chaqan bo'l. Hey, nima qaraysan? Ma. Chaqanma. Bula. Ma. Nima qaraysan? Bo'l. Chaqan bo'l.
Musu, bulutlu köl, sinan meşer kayın buludu. Hay! Hay! Özümü mağrayım kır. Ben ezelden beyguna adamlarga ziyan salmagan. Şundaqtım o. Bana muş akıratki qildin. Ete. Senlarni bana zahirli qo'l silishga kimlar buyurdi? Canın işin bilen can surkavul. Ular meni muşaya saklap durup seni ucuşturuşup buyurğandı. O Caminşin. Hazır qayerda? Can surkavul qasırlık qo'shmaq öydek ravıgıda. Vay can! Mana endi Aramjangal yana sizning ilkingizga o'tdi. Janoblarning Pekarni nazarlariga olgan himmatlari uchun endi Aramjangaldan tafovut bo'lgan har bir tal yamoqni tasarruflarga tasadduq qilgayman. Lekin hele qilsin o'lmigicha ko'nglimiz aramga tushmaydimi? Pekar ularga tablab qo'ydim. Ish tugagandan keyin ular janoblarga xabar yetkazmoqchi. Qarsila. Bugun to'lama ko'ngillik aydin kechibdi. May ichib rosa obdan qutulsak bo'g'idek. Yula may bilan ko'k kezaklarni ep kirsin. Endi gap sizlar o. İşini tugatdinglarmi? Uyey, kechikib qaptimiz. O'sini inimni ula. Hey, qaranglar. O'sini inim qochibdi. Biz ajab uni ko'rmadik-ku. U qaytib ketgan bo'lmasa yana. Ha, shuni deyman. Atrofni izlab baqaylik. Chapsa izdaylik. Meni tazmin seg'andirding. Men bilan ko'k kezaklarni tetib baqaychi. Akila. Hey, men yetishmay qolib begimni adablaydi. Hey, begimmi deydi-ku, ko'rsatgan xizmatim uchun inomi savdo. Sen menga tegisan.
Azmat, rahim qiling polvon. Bekir faqat buyruqni beja keltirdim. Bu savallik menda emas. Qani, marhamat. O'zingni o'ltaganlar balkim yo'l ustida kelayotganda. Yulan, o'zingni yo'qotishda sening ajr topang bor. Men texi seni tortiqlamadim. Ay, Yulan, sharab bazmisiga tankash qilib, bir g'azal aytib o'ta. Durust, aytib ber. Begim, ayıpki buyrumu gayla. Darbatın ağaç kemeptim. Ay, tez berib aka. Ma'qul. Edaqa o'zing degan qari kuchi o'g'ini bilan amaliyotda 4-1 nima ekan? Buning ili ekanligini bilmay, Yulanni tex o'z so'lisi o'rinda ko'gindi demamdir qat. Janoblarning mush ish uchun bir talay malol qildim. Bundaq odamlarga hargiz yumshoq qo'lliq qilishga bo'lmaydi. Lekin men o'ylasam, o'zim uning ichiga kelib amra xo'p qopti ekanman. O'zim jahannam ekasimi yana o'zlarining shafoatlarini unutmaydi. Ishlar qanday qoldi? Aha! O'zim! Nima? Ular yana nima suv qopdimi? Ular İştihalca. Balvan, bir qo'shqinimdan kechir. Boshqalarni kechirsam kechirmanki, seni hargiz kechirmayman. Buning ichi nim bo'lib ketgandi. Kelinglar. Chiroqni yoqinglar. Xo'p, Ag'chiqinim. Nim bo'ldi? Nimga shuncha qo'rqib ketding? Yüzünü örtersem o, amını bir ölüm. Kimsini akanken. Ayıp bende. Ey, mening ziyodi ko'ngilchakligimda. Men seni o'z singlim o'rnida ko'ribdiman. Men
Tili şeker, dil zehir adamlarga bekmi öş. Sen meni aldı algan bilen qo'limdagi qilishni oldi olmaysan. Mende herkes ondaq niyet yok edi. Meni bağır taşlı qilib qoldi deb qolma. Rahman.风风